Bismillahirrohmanirrohim. Bandalarga hisobsiz ne'matlar ato etgan Alloh taologa bitmas tuganmas hamd va sanolar bo'lsin. Ne'matlarni beruvchi zot yolg'iz Alloh taolo ekanini ummatlariga uqtirgan payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin. Baraka degan so'zning ma'nosini xalqimiz juda keng va chuqur tushunadi. U nafaqat to'kin hayot, shu bilan birga tinchlik va osoyishtalik, o'zaro mehr-oqibat, ahillik, fayz baraka bilan yashash ma'nolarini ham bildiradi. Farovon turmush kechirish, fayz barakani hosil bo'lishida esa dinimizning o'rni beqiyosdir. Din insonning qalbini poklaydi va ma'naviyatini boyitadi. Insonning qalbi pok bo'lishi, ma'naviyati yuksalishi hayotining fayz barakasidir. Tilimizdan allaqachon mustahkam o'rin egallagan baraka so'zi arabcha bo'lib, lug'atda hissiy yoki aqliy o'sish, ulg'ayish, ortish, ziyoda bo'lish ma'nolarini ifodalaydi. Barakalloh, baraka top, Alloh senga baraka bersin kabi iboralar nuroniy otaxon va onaxonlarimizning dili va tilida singib ketganiki, shu kalimalar ila xayrixoh insonlarni olqishlaydilar. Bu bilan jo'mard insonlarning yaxshiliklari yanada ziyoda bo'lishini tilaydilar. Baraka oz narsani ko'paytiradi. Ko'pning foydasini esa ziyoda qiladi. Shunday insonlar borki, ularning moddiy daromadlari boshqalarnikidan ortiq emas, biroq Alloh taolo uning moliga baraka bergan. Bunday insonlar mollarini isrof qilmay, faqat dunyo va oxiratda foyda keltiradigan o'rinlarga sarflaydilar. Xoyu havas yo'lida qarzga botmaydilar. Oliyjanob, diyonatli insonlar umrlarini Alloh taologa ibodat qilib, bandasiga izzat va hurmat bilan yondashib, el yurtga xizmat qilgan holda o'tkazadilar. Ularning har daqiqasi barakaga burkangan. Shu tufayli bir soatlik vaqtlari ba'zilarning bir kunidan-da barakatliroq bo'ladi. Yana shunday toifadagi odamlar borki, ularning topish-tutishida na baraka bor, na huzur halovat. Ular millionlarga ega bo'ladi, biroq haqiqiy halovat ko'ngil xotirjamligini his etmagan holda kun kechiradi. Tunni esa turli hisob-kitob, poyoni yo'q o'y-hayollar bilan o'tkazadi. Kimtik dunyosining bir tomonini yamasa, ikkinchi tomoni yirtilib boraveradi. Bir mashaqqatdan forig' bo'ldim deganda, yana boshqasi paydo bo'ladi. Alloh taolo uni farzanddan qismagan, ammo ko'zidan sendan qachon rohat ko'rarkinmiz degan ma'no uchqunlaydi. Inson doimo barakani istaydi. Unga ehtiyoj sezgan holatda umr kechiradi. Barakaga muhtojlik hissi insonni turli yo'llarga undaydi. Ba'zilar qaysidir qabrga borib baraka so'rasa, ba'zilar folbin, sehrgarlar huzuriga shoshadi. Astag'firulloh. Qo'lingizdagi to'plamda imkon qadar baraka, uning mohiyati, sir-asrorlari va omillari haqida so'z yuritdik. Barakaga putur yetkazuvchi sabablar xususida ham to'xtaldik. Baraka ilm-hunar o'rganish, farovon hayotga umid bilan intilish, mehnatni sevish orqali yuzaga kelishi, kasb va hunarning yoshlar hayotidagi ahamiyati, tijorat, dehqonchilik va chorvachilikning barakoti haqida hadis va sunnatdagi ko'rsatmalar bayon etildi. Taqvo, tavba, istig'for, shukr, xayr-ehson, silay rahm kabi yuksak qadriyatlar qut barakaning ayni sababi ekani eslatildi. Duo ham barakaning ajralmas bo'lagidir. Shu bois umid ila duoga qo'l ochiladi. Ijobati faqat Alloh taolodan so'raladi. Barakaning mo'l-ko'l bo'lishida ixlos va duoning ahamiyati juda muhim. Isrofni bilish va undan saqlanish ham barakaning muhim omillaridandir. Ushbu ojizona mehnatimizni yaratgan xayrli va barakotli qilsin. Satrlarda bilib-bilmay xato kamchiliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa, xodimingizni kechirgaysiz. Ushbu kitobni o'qib,
o'zingizga biror manfaat topsangiz, haqqimizga duo qilishingizdan umidimiz bor. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.